Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston fuqarolariga va boshqa 58 davlatning fuqarolariga marhamat, kimda kim internet orqali pul ishlamoqchi bo'lsa, shu yo'nalishda biz maslahat berishimiz mumkin. Misol uchun, siz nimadan boshlashni bilmayotgandirsiz. Unday qilsam bunday bo'ladimi, bunday qilsam bunday bo'ladimi deb o'ylayotgandirsiz. Keling, biz yaxshi maslahat beramiz. Kirib o'rganish o'zingizdan. Biz hamma narsani o'rgatib tushuntiramiz. Agar ma'qul kelsa, bemalol qolib ishlaysiz. Ma'qul kelmasa, sizni hech kim majbur qilmaydi. Xohish o'zingizdan. 18 yoshdan yuqori bo'lgan hamma fuqarolarni qabul qilamiz. Marhamat, keling. Gruppamga men shunday aktivniy odamlarni izlayapman. Pul kerak odamlar bo'lsa, g'ayratingiz bo'lsa, shijoatingiz bo'lsa, marhamat, meni komandamga keling. Men albatta sizga yordam beraman. Xudo xolasa, alhamdulillah deb ishni boshlasangiz, hammasi zo'r bo'ladi. Bu yerda dokumentatsiyalari bor, sizga bemalol ilova qilishimiz mumkin, sarmoyasi bor. Shuning uchun keling, ko'ring, ma'qul kelsa ishlang. Bizning gruppadagilar hammasi har xil davlat odamlari. Bir xil bo'lib, bir-birimizga yordam berib, podдержка berib ishlab kelyapmiz. Kelinglar, o'rgataman, yordam beraman. Noldan biznes boshlashni xohlaysizmi? Keling meni gruppamga, men sizni kutaman. Yozing. Podpiskani bosib, laykni bosib qo'ying meni yo'qotmaslik uchun. Hammangizga tashakkur, keling kutaman.